Davlatimiz rahbari raisligida maktab ta'limini rivojlantirish masalalari yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining bir guruh o'qituvchilari Sayxunobod tumanidagi maktablarda ta'lim jarayonini rivojlantirish va o'qituvchilarning salohiyatini oshirish maqsadida ilmiy uslubiy yordam ko'rsatmoqda. Hozir shu haqda Sayxunobod tumanidagi 6-umumta'lim maktabida o'rganishlar olib borgan O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti professor o'qituvchilar tomonidan ilmiy uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqildi. Ushbu qo'llanmalarning bilim dargohiga tatbiq etish uchun treninglar tashkil etilmoqda. O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti va Sirdaryo viloyatidagi Sayxunobod va Mirzobod tumanlaridagi umumta'lim maktablarida o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha ushbu o'zaro hamfikrlilik memorandumi imzolandi. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining mamlakatimizni yuqori sifatli kadrlar bilan ta'minlovchi oliy ta'limni tashkil etishdagi rolini, shuningdek Sirdaryo viloyatidagi Sayxunobod va Mirzobod tumanlaridagi umumta'lim maktablarining ayniqsa voyaga yetmagan o'quvchi yoshlarning umumiy o'rta ta'lim olishlari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar berish, ularning kasb-hunarga moyilligi, mahorat va malakasini chuqur rivojlantirishda yoshlarni jamiyatga, mustaqil hayotga tayyorlashdagi rolini e'tiborga olingan memorandum hisoblanadi. Ushbu bilim dargohining O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti tomonidan otaliqqa olinishi dars jarayonlarida sifat va samaradorlik oshishiga, o'quvchilar tomonidan fanlarning yaxshi o'zlashtirilishiga xizmat qilmoqda. Seminarimizda Jahon tillari universiteti professorlari tomonidan dars davomida foydalanishimiz uchun turli xil metodlarni, o'quv uslublarini bizga o'rgatdi. O'quv uslublari juda ham foydali va qiziqarli ekan. Biz endi bu uslublardan dars davomida har doim foydalanamiz va butun tuman bo'ylab keng ommalashtiramiz. Chekka qishloq yoshlari va ustozlar uchun bunday muloqotlar albatta koni foyda. Chunki O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti professor o'qituvchilarining o'rganishlari davomida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilishi barobarida mahorat darslari orqali ustozlarning bilim va tajribalari oshmoqda. Yakuniy tahlillar asosida ilmiy uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqilib, barcha maktablarga tatbiq etiladi.